ana tilimiz bizning yanchiqimizdagi vatanimiz. Vatanimizni tatqizib qo'ydik. Ammo yanchiqimizdagi vatanni tatqizib qo'ymaylik. Ana tilni saqlamasak, yanchiqdagi vatanni tatqizib qo'ysak, biz vatanga qaysi o'zimiz bilan qaytamiz? Assalamualaikum Münevver Hanım, aldı bilen ziyaretimiz kabul kıldıklarınız için köp rahmet etmez. Ve aleykümselam rahmet. Bugün Muşu Tanuri Ana Til Merkezi baş bulup teşkil edilen yaş ösmürler Ana Til Edebiyat Sanat faaliyetini köydük. Nayet yaxşı elip verildi. Siz Muşu Tanuri Merkezi'ninki kurguculardan biri bulup süptüğünüz bilen yaş ösmürlerimizge nispeten muşkıl faaliyetlerninki kandak ehmiyeti bağ dep oylaysız? Rahmet. Ana til, bayan bir ustazın ötep ketgendek, bizimki yenimizde kütürep sürüydüğün vatanımız, yançığımızdaki vatanımız. Ben bu ibarını nayet yaxşı gördüm. Balalarımızı muşunda faaliyetlerini orlaştırış arkalık hem tarihimiz, hem kimlikimiz, hem tilimizin ehmiyetini ve onu yokutup koyuşunun katli bulmaydıqallıqını yokutup koyupla emas da bunu kilecek üçün mü terakki kıldırışımız ve saklap kalışımız için intayin mühimliğini özlerinki orunluğun programmaları ve dostunun orunluğun programmaları ustazının ögetkenleri arkalık takım çonkur düşünüp onunla ilgi çıkıdığalardan buluşqa nayet yaxşı türkülük ilham buludu da bakarayım. Köp rahmet. Assalamualaikum. İsminiz nima? Hayrun Nisa. Hayrun Nisa. Siz bugünkü faaliyette qandaq numur o'rinlab berdingiz? Şiir okudum. Qaysi şiirni o'qib berdingiz? Uyg'urimdan tilsan, Uyg'urana 8 so'zliq tavush. Muqatil. 8 so'zliq tavush degan şiirni o'qib berdingiz, shundaqmi? Siz muşu 8 so'zliq tavushni, onundan başqa özük tavuşlarni, Uyg'urcha o'qib yezishni o'rgandingizmi? Nerede o'rgandingiz? Apam küçük vaqtimda menga hikoya aytib berdi, chamga bir narsalar chopib berdi. Tanuri Ana Til Merkezida başqa nimalarni o'rgandingiz? Qur'on darsi. Ana til. Ana til darsida nimalarni o'rgandinglar? Harflarni o'qib tugatishni, jumlaga bo'lishni, harflarni yozishni o'rgandik. Köp rahmet. Assalamualaikum. İsminiz nima? Aysima O'ziyo'g'ir. Aysima, siz bugünkü faaliyette qandaq numurlarni o'rinlab berdingiz? Aysha deb do'stim bilan naqsh aytdik. Sinf bo'yicha xor aytdik. Qaysi naqshni o'qib berdingiz? Ana tilim naqshini. Ana til naqshini o'qib berdingiz. Siz mushu Tanuri Ana Til Merkezida qachondan boshlab o'qiyapsiz? 2020dan boshlab o'qiyapman. Ya'ni 5 yil bo'pti. Unda siz mushu maktabda 5 yildan buyon nimalarni o'rgandingiz? Maktab darsini, ana tilni, Qur'onni o'rgandim. Muş ana tilda hem til edebiyat dersida sizga bizning tariximizda eng ta'sir qilgan shaxslar bormi? O'shundan birasini deb bera olamsiz? Yusuf Hasajib. Yusuf Hasajibni nayt yaxshi ko'rsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. İsminiz nima? Abu Bekir. Abu Bekir, siz maktabga o'qiyapsiz? Ha. Qancha sinfda o'qiysiz? 3-sinf. 3-sinfda o'qiysiz. Siz mush Tanuri Ana Til Merkezida qachondan boshlab o'qishga boshlagandingiz? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Mush 3 yil jarayonida nimalarni o'rgandingiz ana tilda? Ilpani o'rgandingiz. Ondan boshqa til edebiyat darsida nimalarni o'rgandinglar? Uyg'urlardagi qadrli odamlarni. Nayt yaxshi Uyg'urlardagi qadrli, qimmatli tarixiy shaxslarni o'rgandinglar. Mushuning ichida siz eng yaxshi ko'rgan qaysi deb bera olamsiz? Lutfullo Mutallib. Lutfullo Mutallib. Nayt yaxshi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum ukam. İsminiz nima? Va alaykum assalom. İsmim Abdullah. Siz qancha sinfda o'qiysiz? 8. 8-sinfda o'qiysiz. Mush ana tilni maktabga borgandan boshqa qanday vaqtda o'rganyapsiz?
Yo'q. Siz odatda davlat maktabida o'qiysiz. Qaysi kunlari yoki qanday vaqtda vaqt chiqarib ana tilini o'rganasiz? Shanba bilan yakshanba. Shanba yakshanba kuni ana til maktabida ana til o'rganasiz. Qancha yil bo'ldi ana til o'rganishga boshlag'ili? 8 yil. 8 yil bo'ldi. Mush 8 yildan buyon savodingizni chiqarishdan boshqa nimalarni o'rgandingiz? Tariximizni va vatanimizni qo'lga olishimizni o'rgandim. Nəhayət yaxşı. Vətənimizi çoxum qo'lga elishimiz kerakligini, tariximizni o'rgandingiz. Unda bo'lsa sizga mush bizning tariximizda, bizning vatanning ozodligi uchun to'p ko'rsatgan qaysi shaxs bek ta'sir ko'rsatdi? Muhammad Emin Bug'ra. Muhammad Emin Bug'ra. Nəhayət yaxşı. Unda bo'lsa bugungi faoliyatda qaysi numar ko'rsatganligingizni deb bera olamsiz? Modellikqa chiqdim. Bizning naqshimizga chiqdim. Undan keyin yurtimni tunishtirishga chiqdim. Qaysi yurtni tunishtirdingiz? Turpan. Turpan. Unda bo'lsa Turpanning nemisi mashhurkan? Üzüm. Üzüm mashhurkan. Ko'pdan ko'p rahmat. Assalomu alaykum Gulruh muallim, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom. Alhamdulillah, yaxshi. O'zingiz obdan turdingizmi? Yaxshi. Oldi bilan sizning bizningki ziyoratimiz qabul qilganligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Gulruh muallim bugun mushada ana til kun munosabati bilan yosh o'smirlarimizning faoliyati bo'ldi. Siz mush faoliyat qatnashdingiz ham o'zingizni bir o'qituvchi bo'lishibdingiz bilan mush faoliyatdan qandaqroq ta'sirot oldingiz bu shuni so'zlab bersangiz bo'lamdi? Bo'ldi. Ma'qul. Nəhayət xoş oldum. Ma'qul. Men Tanrıga kelgandan boshlab shu o'qitishlar bilan birga, o'quvchilar bilan birga biz xizmat qilyapmiz. Tanrıda asosan ana tilni bekrak asos qilgan maktab deb o'ylayman. Çünki bu yerda ana tili so'zlashimiz, muhitimiz ana tili, bola asosan shu ana tili so'zlashadi. Ondan keyin bizning o'qituvchilarimiz nihoyatda vatanparvar, hammasi shu ana tili kasbida o'qigan, oliy maktabni bitirgan o'quvchilar bo'lgandan keyin o'quvchilarga bo'lgan talab shunda yaxshi. Onun üstüne bolalarga bo'lamiz ana tilini o'rganish orqali biz shu vatan vijdon ruhini ana til orqali yetildirdik. Shu sabablikmi bolalar ish qilib maktabimizga nihoyat yaxshi ko'rdi. Bizim shunlar yaxshi ko'ramiz bolalar. Shanba kun bo'lsa-mu, garchi bolalar to'liq kunli darslarga men pat anglab turmay ularning darsini. Har bir o'qigan she'rlarda vatan bo'lgan muhabbati ularni shuni urg'ib turdi. Har bir eg'iz so'zlarni anglab turib nihoyat yurkim jig'ib ketdi. Chunki vatan hammamizning vatani, biz shunda sevgindik. Ammo sharqlik shu ana til orqali biz bolalarga vatan suyishni, vatanning qanday bo'lganini shu orqali o'rgatdik. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mush munosabat bilan hammanglarning mush yosh o'smirlarimizni mush yaxshi tarbiyalayotganligingiz uchun tekrar rahmat aytaman.